Assalomu alaykum 1351 mijozlari hamda obunachilari. Bugun biz sevimli taksi 1351 dan mijozlarimiz qay darajada foydalanayotganligini va ularning fikrini o'rganib chiqamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana Firdavs kafesiga tashrif buyurdik va hozir o'sha Firdavs kafesida intervyu olib ko'ramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana kafe ichkarisiga kirdik. Bu yerda mijozlar o'tirishibdi va hozir kassaga yaqin keldik. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog' salomat yuribsizmi? Rahmat. Qarang, sizga savolim bor edi. 1351 sevimli taksidan foydalanib turasizmi yo'qmi? Foydalanamiz, deyarli har kuni. Sizga qanday, xizmatlari ma'qulmi yoki kamchiliklari ko'pmi? Yo'q, kamchiliklari yo'q, xizmatlari yaxshi, zo'r. Sog' bo'ling, rahmat. Bu yerda ishchilaringizdan ham shu ozgina intervyu olib ko'rsak bo'ladimi shu taksimiz haqida? Ruxsat berasizlarmi? Sog' bo'ling, katta rahmat. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana rahbariyatdan ruxsat olib, hozir Firdavs kafesining oshxonasiga qadam ranjida qilyapmiz. Assalomu alaykum. Qanday, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Oho, qozonda ovqatlar ha? Qaynatma sho'rvami deyman bu? To'g'risi mana qaynatma sho'rva ertalabdan beri qaynayadi. 5-6 soat qaynavdi. Mana bir chiroyli qozonlar ham juda ko'p ekan mana. Oho, har xil ovqatlar pishirishyapti mana. Chiroyli ovqatlar sushyapti. Shu ovqat suzayotgan joyingizda bitta savol bermoqchi edim sizga. Qani? Bizni sevimli taksi 1351 ni bilasiz? Ha. Foydalanib turasizmi yo'qmi? Foydalanib turaman, yaxshi hammasi. Xizmat ko'rsatishlari yaxshimi? Xizmat ko'rsatishlar juda a'lo darajada. Shu taksimizda kamchiliklari, o'sha qanaqadir bir nima deydi, ish jarayonida men uchun umuman kamchiligi yo'q. Yo'q-a? Xudoga shukr, hammasi a'lo darajada bajariladi. Sog' bo'ling, rahmat. Lekin bitta sho'rvadan ichib ketamiz, xudo xolasa. Mana kelingizda mana chiroyli sho'rvamiz tayyor. Mana bu yerda oshlarimiz, zirvalari bor. Osh zirvalarni ham olsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Mana kelaverasiz mana. Oshxonaga kirdik endi biratalar. Ha. Qani. Mana xudoimizda mana zirvalarimiz qaynab turibdi mana, iliklari. Qo'yib. Bu zakaz oshda bu. Ha, zakazga oshimiz. Sog' bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin, doim charchamang. Doim sevimli taksidan foydalanib turing. Rahmat. Xo'p, biz davom etyapmiz mana oshxonada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka xonimlar charchamayapsizmi? Oho, go'shtlar, kartoshkalar. Kartoshkalar mana zagotovka. Zagotovka qilyapsiz ekanda. Akajon, sizga bir savolim bor. Bizda taksimiz bor. 1351 sevimli taksi. Xabaringiz bor-a? Qanday, sizga xizmatlari ma'qulmi? Hech chaqirib foydalanib turasizmi? Har doim chaqiramiz, ma'quldir, bir tomonda yaxshi, bir tomonda kech keladi. Mehmon kelganda sal kechroq keladi. Yo'q-a? Shuni agar harakat qilsalar, vobshe zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa kamchiliklarni to'g'rilaymiz. O'sha kech kelgan paytda operatorlarimizga aloqaga chiqib, mana shunaqa muammo bo'lyapti desangiz, xudo xolasa o'sha muammolarni hal qilib berishga harakat qilamiz aka. Iloji boricha bu video tasvirlarni bekorga olayotganimiz yo'q. O'sha kamchiliklarni, xatolarni to'g'rilash uchun mijozlarimizning fikrlarini o'rganib, keyin o'sha kamchiliklarni bartaraf qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Sog' bo'ling, ishingiz rivojini bersin, charchamang. Xudo xolasa. Choy aytilgan? Assalomu alaykum. Bir daqiqa mumkinmi sizda? Charchamayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Yaxshimisiz? Ofisant bo'lib ishlaysiz shekilli. Shunday. Sog' bo'ling, ishingiz rivojini bersin. Rahmat. Sizga savolim bor edi. 1351 taksini bilasizmi yo'qmi? Albatta bilaman. Foydalanib turasizmi? Har doim. Xizmatlari qanday, sizga ma'qulmi? Juda zo'r. O'z vaqtida xizmat ko'rsatyaptimi? Vaqtida aytilgan vaqtda sirasiz keladi. Sog' bo'ling, ishingiz rivojini bersin, charchamang. Rahmat katta. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz mana Firdavs kafesidan chiqdik. Bu yerda bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Sizlarga ham ulashishga qaror qildim. Oho, bu qaziq arqalarni qaranglar. Qaziqlar qilishni qaranglar. Firdavs kafesi. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda xudo xolasa chiroyli shashliklar pishyapti. Juda bir ishtahani ochadigan vaziyat hozir. Mana bu shashliklarni pishishini qarang. Bay. Ishtahani ochib yuboradi-ya. Mana shu shashliklar tayyorlayotgan do'stimiz mana charchamayapsizmi? Sog'laringiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Sizga savolim bor edi.
sevimli taksini 13 yillik bir bilsangiz kerak albatta. Foydalanib turasizmi yo'qmi biz taksimizdan? Qanday sizga ma'qulmi xizmatlari? Zo'r aka. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, qo'lingiz dard ko'rmasin, lekin shashliklarni yorib yuboribsiz, lekin judayam ishtahani ochib yubordingiz, judayam. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zingizlar guvohi bo'ldilaring. Mijozlarimizni o'sha Firdavs kafesidagi mijozlarni, o'sha ishchilarni fikrlarini o'rganib chiqdik va bizni kuzatishda davom eting. Hali videolarimiz oldinda. Like bosish esdan chiqmasin, podpiska bo'lish ham unutmang. Sog' bo'linglar, charchamanglar.